Assalomu alaykum. Namangan shahar Yangiobod ko'cha Abbos polvon, Abbos otalar choyxonasini shashlik bilan somsani reklama qilib yurg'izamiz. Bugun seshanba 10 fevral 2026-yil. Hozir bitta davom ettirib, ijod bajarib yurg'izamiz. Bo'pti. Hop, dastlabkini tanishtiramiz. 93 926 70 50 207 03 07. İsimden çıkmasını yana kaytarar. 93 926 70 07. Dastlabki kerak bo'lsa chaqirasizlar, uzun marketdan bo'lsa ham manzil yetib yetkazib boramiz. Hozir yana raqam o'qiymiz. Kodi 50 207 70 07. Dastlabki kerak bo'lsa chaqirasizlar, shashlik somsa manzilni aytib yetkazib boramiz. Uzun marketdan chaqirsalar xizmat qilib boradi. Hozir bitta shashlik somsani reklama qilib yurg'izamiz. Bo'pti. Necha pulgacha deyordingiz? 15 dan 30 minggacha. Ha, to'rg'amchi bilan qiymaya? Qiyma 15 mingdan 20 minggacha. Bo'ldi, qiyma. Somsani oching, ko'rsatay. Qo'y go'sht 12 ming, mol go'sht 10 ming, mana ash qoldi xolos. Hop. Bo'ldi. Mana jigaram bor. Tovuq go'sht, taliq bilan qanot go'sht. Tovuq shashlik. Hop, pomidor shashlikgacha. Yumaloq dumba oralash shashlik to'rg'amchi. Hozir olaman, hop. Mana bo'ldi ekan. Behamdo bilinsin mana shu yerlar. Mana shu joylar. Mana kerak bo'lsa kelaverasizlar. Hop, endi xayrlashganimni aytaman. Hozir atrofni tanishtiraman. Mana nariroqda Ravnaq oshxona, yo'l narigi bet chekkasida Sarbon oshxona. Mana tanishtirib o'tamiz. O'zag'ini ham tanishtiramiz. Mana shu yerdan Navoiy Sartepa Chorsuga qarab ketadigan yo'l. Mana bo'ldik, tugatdik. Hop. Ag'da xayrlashaman. Hop, ijod bajarib bo'ldik. Reklamani qilib bo'ldik. Shashlik somsani ko'rsatib bo'ldik. Bugun seshanba 10 fevral 2026-yil. Namangan shahar Yangiobod ko'cha Abbos polvon shashlik otalar choyxonasi Abbos degan reklama qilib ijodni bajarib bo'ldik. Bo'pti. Xayr, sihat salomat bo'ling.